Sharpning qasosi. Bir 1814-yil aprel. Tuluza, Napoleon qo'lida qolgan so'nggi shahar. Bu so'nggi jang. Agar Napoleon yutqazsa, taxtdan voz kechib, hokimiyatni Louis Philippega topshiradi. Sandiqlarni orting. Imperator xazinasi yuklandi va jo'nashga tayyor. General Calve jangda yutqizsagina joyimizdan siljiymiz. Otimni ushlab tur. Rahmat do'stim. Ko'taring. Richard, qaltirayapsan. Rostdanmi? Nima bo'ldi? Bugun jangga ketaman. Qariyapman. Hech qariganga o'xshamaysiz. Qayerdamiz? Biz kelganimizda qorong'i edi. Anavi tepalik ortida Tuluza shahri joylashgan. U Napoleonga sodiq qolgan yagona shahar. Agar Tuluzani olsak, Bonaparte jomadonlarini yig'ishtirib Parijga borishiga to'g'ri keladi. U yerda qimmatbaho narsalarni olib o'zini surgun qiladi. Urush tugaydi demoqchimisan? Agar Tuluzani qo'lga kiritsak, buning uchun esa o'sha tepalikni egallashimiz kerak. Keyin urush tugaydi. Ko'raylikchi. Bu qog'oz ishonchnoma orqali ularga egalik qilish huquqini beradi. Ya'ni pullarimni to'liq nazorat qilasan. Ularni istaganingcha ishlatasan. Ushbu varaqni Londonda Adam Hopkinson idorasidagi huquqshunosga ko'rsatsang, ular senga 10 ming ginay berishadi. Jane, azizam. Richard. Agar meni barcha pulingni tashlab ketadigan darajada yaxshi ko'rsang, va'da ham berishing kerak. Va'da berasanmi? Nimaligiga qarab. Bu so'nggi janging bo'lishiga va'da ber. Albatta, agar omon qolsam. Richard, jiddiy aytyapman. Shu jangingdan keyin Wellingtondan uyga yuborishini so'rashga va'da ber. Bundan ham yomon bo'lishi mumkin. Jane, men ham sen kabi bu la'nati janglardan charchadim. Uyga ketishni istayman. Sen esa meni shoshiltiryapsan. Biz baxtli bo'lamiz. Ha, baxtli bo'lamiz. To'g'ri, meni yonimga qaytishga va'da ber. Richard, agar va'dani buzsang,
Birinchi kema bilan Angliyaga jo'nab ketaman va men haqimda hech narsani eshitmaysan deb va'da beraman. Bunga yo'l qo'ymayman. Men butunlay xarob bo'laman. Rostdanmi? Rostdan. Axir sen hamma pullarimni olyapsan-ku. Polkovnik Ross, Gaplashmasdan safga turing. la'nati jin ursin. 5 yil davomida Wellington uchun barmoqlarimni sindirib, kod va shifrlarni terdim. Undan yolvorib brigada berishini so'radim. U berdi. Endi nima qilishim kerak? Sharp polkovnik Vigramni qo'llab-quvvatlashim kerak ekan. Polkovnik Vigram, Eshitaman, Ross. Wellington shu tepalikni olishingizni istayapti. Buning uchun men sizdan nafratlanaman. Nega tirjayapsiz, Sharp? Qo'limdan kelmaydi deb o'ylaysizmi? Soat necha bo'ldi? 9. Tushgacha shu tepalikda bo'laman. Katta serjant, Janob, brigada harakatlanishga tayyorlansin. xo'p bo'ladi. Vigram katta aloqalarga ega. Wellington unga imkon berishga majbur. Sharp, seningcha u buni uddalay olmaydimi? Aks holda sizni unga yaqindan yordam berishingizni aytmasdilar. Sharp xabarda yaqindan yordam berish deb yozilganmidi? Buyruqda yozilganini o'qidim. Wellington sizni unga juda yaqin yordam ko'rsatishingizni istaydi. Zambarakchilar, o't och! Yigitlar, u tomonga tezroq. Bo'linglar tezroq. Olg'a! Bardam bo'ling! Qani yigitlar, olg'a! 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 Tepalikka! O't och! Olg'a yigitlar, bardam bo'ling! Olg'a! Qaytishga ishora bering! Ortga! Bayroqni himoya qiling! Bayroqni himoya qiling! Qani yigitlar! Bu takalarni o'tkazib yuboring. Hammangni jazolayman. Hammangni jazolayman. Nega qarab turibsiz, Sharp? Bu qo'rqoqlar qochdi. Yomon ustaning ish quroli ham yomon bo'ladi. Bora qol. Bu meni aybim emas, Ross. Vigram, qo'lingizdan kelganini qildingiz. O'qchilar! Karnaychi! Chal! General! Nonushta qilasizmi? Ross bor joyda Sharp ham bo'ladi. Sharpni o'ldirishingizga ishonsam bo'ladimi? Nima qilish kerak bo'lsa shuni qilamiz. Spindeker xonim keldilar. Molly, Jane. Xafa bo'lma, Jane, u xavfsiz. Polkovnik Vigram u bilan birga. U bunday xavotir olishga arzimaydi. Birorta askar arzimaydi.
Men usiz nima qilaman endi? Men ham Reginald haqida shunday deb o'ylagandim. Barcha erkaklar bir xil ekan. Sen turmushga chiqasan, uyini saranjomlab o'tirasan, ammo burilishing bilan ular darhol jangga shoshilishadi. Kiprik qoqishga ulgurmasdan halok bo'lishadi. Reginaldim halok bo'lganda uncha qayg'urmadim. U menga arzimasdi. Uni kapitan unvoni bo'lgani uchun turmushga chiqqandim. Bir oy o'tib uni mayorga aylantirdim. U esa nima qildi? O'zini o'limga tutdi. Ajinlar. Buni yo'q qilish kerak. Jane, menga qara. Yuzi ajinli beva ayol. Men bilan ishxona va jamoat o'rtasida faqat polkovnik Vigrem turadi. Ha, mayli. Buncha chiroyli qog'oz. Shu qog'oz tufayli xafa bo'lyapman. Richard aytdi, agar jangda halok bo'lsa, men bu qog'ozni Londonga olib borib, uni pullarini olishim kerak. Bu ishonchnoma ekan. Ishonchnoma? Anchagina pulgami? 10,000 geniga. Richard, ehtiyot bo'l. Himoya ustunlarini ko'ryapsizmi? Uni portlatishimiz zarur. Unga ilgakni ilintirish kerak. Darvozani ochib ichkariga kiramiz. Ilgakni birinchi tashlaganga ishkilik. Nima deysan, Hobbs? Hobbs, ichkilik! Jipslashing! Yigitlar, shoshilmang! Shoshilmang! Yigitlar, shoshilmang! Safni ushlang! Shoshilmang! Sharp darvozani och! Shu la'nati darvozani och! Tezroq kela qol. Sen uchun ichaman, Hobbs. Tortinglar! Ichkariga kiramiz. Shoshilmang! Safni zich ushlang! Ross! Ularni olib boring. Vigrem, boringlar tezroq. Yuqoriga! Ahmoqlar, yuqoriga! Bayroqni ko'taring! Bayroqni ko'taring! Bu nimasi? Jangga tugmalaring qadamasdan kelyapsanmi? Olg'a, ortimdan! Ortimdan!
Xazinani olib keting. Olib keting. Olg'a! Qo'mondon Mayo, Eshitaman, qo'mondon. xazinani shaharga olib boring. Qo'mondon, siz qayerga ketyapsiz? Hisob kitobim bor. Bu sizga kerak bo'ladi. Tur. Tur. Ko'zoynagingni ol. Endi emaklab Kalvin oldiga jo'na. Chekinamas. Chekinamas. Qo'riqchilaringizga yetib oling. Chekinamas. Otmang! To'xtating! Barakalla yigitlar. Ko'raylikchi bu yerda sharob topilarmikan? Bunday ishlarga keksalik qilyapman. Men ham. Pat, Ha janob. Jengga ayt, biz g'alaba qozondik. Ha janob. Men uyga qaytyapman. Sharp, ajoyib ish bo'ldi. Ahvolingiz yaxshimi, janob? Shunchaki tirnaldi xolos. Ertaga kechqurun yaxshi sharob bilan nishonlaymiz. Yigitlar, menga hurmat ko'rsatib, menikida ovqatlanishlaringizni istayman. Xo'p, janob. Vigrem, siz ham qizingizni olib keling. Ismi nima edi? Spindeker xonim. Ha, quvnoq beva ayol. Sharp, albatta xotiningiz bilan kelinglar. Sohib jamol va maxluq. Nima deding? Sharp, o'zingni bos. Bu shunchaki hazil. Vigrem, sen xotiningchalik istarali emassan demoqchi bo'ldi. Xuddi shunday, janob. Men Sharp xotini singari tarbiyali emas demoqchi edim. Ba'zi ayollar qo'pol erkaklarni afzal bilishadi, jozibadorlarni emas. Keyingi harakat bilan Sharp. Siz mening yuzimga tarsaki tushirasiz. Janob, kim sizni sekundantingiz bo'ladi? Sharp, ahmoqlik qilma. Wellington bilsa birinchi kemadoyoq uyga qaytib ketasan. Aynan shuni xotinimga va'da bergandim. Bugun shu yerda qolganim yaxshi. Menga odamlarni joylashtirish vazifasini berishdi deb Jengga aytib qo'ying. Yaxshi. Janoblar, tongda otishasiz. Sharp, hech qisi yo'q. Ichkilik qilish uchun 12 soat vaqtimiz bor. Ketdik.
Urush foyda keltiradi. Men jangni to'xtatdim. Uyga qaytmoqchiman. Ma'qullayman. Men ham tugatishni istayman. Ammo oldin senda bor narsalarga ega bo'lishni xohlayman. Nimalarga? Turmushim va pul yoki pul va turmush. Senda unisi ham bunisi ham bor. Qay biri birinchi bo'lgan? Omad. Omad birinchi bo'lgan. Menga nafaqat omad kerak. Chiroyli ayolning ko'zlarini yumishning yagona usuli uni oltin geniylar bilan aldash. Ularni aldash uchun senga oltin kerak emas. Yoshligingda nima qilgansan? Qari to'nka. Ko'rdingmi? Sharp keksayapmiz. Ko'zni qamashtiradigan chol ilgarigidek emas. Menga hayotdan zavqlanishimga imkon beradigan yaxshi ayol kerak. Ha. Xotinim aynan shunaqa. Uni yo'qotmasligim kerak. Shuning uchun Toulouse jangi so'nggi jangim bo'ladi. Yo'q, so'nggi janging tongda 6 soatdan keyin. Polkovnik Vigrem bilan. Imperator qaytadi. Shuning uchun xazinasini yaxshi saqlang. Parijga olib boring. Sizni vakolat qog'ozingiz. Rahmat. La'nat Sharp. Bu arzon ko'zoynakda hech narsani ko'rmayman. Unda Parijda 2 juft sotib oling. Ha. Siz-chi, Calvi? Nima qilasiz? Xo'sh. Imperator Fransiyaning shon sharafi uchun qayt kuniga qadar inglizlarga hujum qilaman. Ortimdan. Janob, xizmatingizdaman. General Calvi sizni so'nggi kunlaringiz ekanini aytdi. Urush tugasa nima qilasiz? Normandiyaga qaytib, beva singlimga g'amxo'rlik qilaman. Parijga olib ketilayotgan xazinani nima qila olamiz deb o'ylamadingizmi? Men hech narsa tushunmadim. Hammasi oson. Toulouse'ga qaytib fransuzlarga yolg'on guvohlik berishingizni istayman. Xo'sh? Yo'q, askarlik axloqiy qoidalarga zid bo'lgan buyruqlarni bajara olmayman. Yaxshi. Unda sizni ko'rsatmalaringizni o'zim yozaman. Ozodsiz. Nima desangiz shu. Kamiye, osh. Ha, hozir. Beri keling. Ularni chopib tashla. Sharp maxluq, to'g'rimi? Do'stim oxiriga ochishni yoqtiradi. Jin ursin, oting. Ular biroz ter to'kishini yoqtiradi.
Agar kechirim so'rasam-chi, Sharp? Sharp otma. Men aytadigan yangilikni eshitganingdan so'ng uni o'ldirishni istamaysan. Qanday yangilik? Urush tugadi. Wellington yutdi. Sharp biz yutdik. Ey xudoyim! Janob, Bu haqiqat deb umid qilaman. Agar yolg'on bo'lsa, ortga qaytib uni boshidan o'taman. Sharp, balki u seni boshingdan otganda yaxshi bo'lardi. Men gapni aylantirmayman. Xotining duel haqida bilibdi. Nima? Ha, hozir Bordoga ketyapti. U yerdan kemada Angliyaga ketadi. Vigrem, hiqillashni bas qiling. Orqangizga tekkan o'qdan o'lmaysiz. Endi qolgan umringizni orqangizni qashib yurasiz. Qolaversa bundan buyon barchamizni asosiy mashg'ulotimiz shu bo'ladi. U meni orqamga otdi. Vigrem, yetar. Siz bu yerda nima qilyapsiz, Salman? Bu sizni ingliz va fransuzlar harbiy sudining tergov bo'limiga kelishingiz buyurilgan chaqiruv qog'ozi. Ahmoq bo'lmang. Men buni duel deb hisoblamayman. Buni duelga aloqasi yo'q. Jin ursin, unda nima? O'tgan kecha Toulosedan 10 mil uzoqlikda sobiq imperator Napoleon Bonapartening xazinasi ortilgan aravalar o'g'irlangan. 2 kishini o'ldirishgan. Nima? Buni menga nima aloqasi bor? O'tgan kecha qayerda edingiz? Bilmayman, mast edim. Britaniya qo'shinining barcha zobitlari kabi. O men bilan birga edi. Butun tun bo'yimi? Sharp, bu juda nozik savol. Xazina million oltin tangadan ortiq qiymatga ega. Fransuz ittifoqchilari Wellingtonga xazinani siz o'g'irlaganingiz va ularda dalillar borligi haqida da'vo qilishyapti. Men hibsga olindimmi? Wellingtonga isbot kerak. Shuning uchun tergov komissiyasini tuzdi. Agar sizni aybdor deb topishsa, ishingiz harbiy sudga oshiriladi. Harbiy sud ham aybingizni tasdiqlasa, otuvga hukm qilinasiz. Tergovni kim boshqaradi? Polkovnik Vigram. Hammasini olmoqchimisiz? Ha, hammasini. 10 ming guineynimi? Xonim, bu juda katta pul bo'ladi. Hammasi sizga kerak ekaniga ishonchingiz komil. Ha, ishonchi komil. Yaxshi. Iltimos sahifaning pastki qismiga imzo qo'ying. Pulni qay ko'rinishda olishni xohlaysiz? Bank qog'ozi, naqd pul yoki zayommi farqi yo'q. Mana bu qopga solib bering. Ha, yo'q. Buni umuman iloji yo'q. Xonim, biz bunday katta miqdordagi pulni ushlab turmaymiz, ammo siz tushgacha pulni olasiz. Iltimos, pullarni o'z vaqtida jo'natishlarini o'zingiz nazorat qiling. Karuzersda manzilingiz bor. Xonim, sizga xizmat qilishdan baxtiyorman. Xonim. Rahmat. Karuzers. Ha, janob. Mayor Sharpga xat jo'nat. Xotini hisobni yopganligi haqida xabar ber. Xo'p bo'ladi. Ushbu yig'ilishdan maqsad sobiq imperator Napoleon I-ning shaxsiy xazinasi yo'qolganini tekshirish. Uning mulki endi qonun bo'yicha Fransiya qiroli Lyudovik 18-hazratlariga tegishli. Janob Roland yangi Fransiya ma'muriyati manfaatlarini himoya qiladi. Mayor Sharp, dalillarga asosan siz asosiy aybdorsiz. Shuning uchun advokat olishingiz mumkin. Davom ettiring. Janob mayor, Sharpning himoyachisi men bo'laman. Ahmoq bo'lma, sen qonunlarni tushunarmiding? Sud kapitan Frederiksonni mayor Sharpning advokati deb tan oladi. Marhamat, janob Roland.
O'tgan yili dekabr oyida imperator Napoleon Bonapart taslim bo'lish imkoniyatini ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. Uning shaxsiy xazinasi aravalarga ortilgan va zo'r zobit polkovnik mayor Mayoning boshchiligida doimiy qo'riqchilar tayinlangandi. Tuluza taslim bo'lgandan 2 hafta o'tgach, xazina yangi zobit mayor Dukoning qo'liga o'tgan. Juko, Janob Roland, bir daqiqa vaqtingizni olishga ijozat bering. Janob, hozirda mayor Duko va polkovnik Mayo qayerdalar? Mayor Duko g'oyib bo'ldi. Ehtimol u mayor Shar tomonidan o'ldirilgandir. Polkovnik Mayo uyda Normandiyada. Nega polkovnik Mayo yig'ilishga qatnashmayapti? U Angliya tomonidan bosib olingan hududlarda yurishni xohlamadi. Ammo u menga ko'rsatmalarni yozma ravishda qasamyod bilan yubordi. Janob, nega yozuv bu qadar titroq? Polkovnik Mayo xazinani olib ketishda yaralangan. O'ng qo'ldagi 2 barmog'ini yo'qotgan. Janob, buni qanday yozganini ko'rganmisiz? Yo'q, ammo bu keltirilgan dalillarga mos keladi. Ikki barmog'imni egib, latta bilan bog'lab qo'yaman. Mana. Bu bayonotni har kim yozishi mumkin. Agar tergov a'zolari mayor Sharpni aybdor deb topsa, u qotillik uchun otuvga hukm qilinadi. Go'yo tovuq oyog'i bilan yozilgan bir parcha qog'ozga asoslanib bir odamni otib tashlay olmaysiz. Haris Corpus, jasadni taqdim eting. Bu sudda polkovnik Mayoni ko'rishni istayman. Habeas corpus nima? Dala artilleriyasining bir yigiti menga kitob berdi. Uni o'qib chiqdim. Janob Roland, menimcha biz polkovnik Mayoning sudda qatnashishini talab qilishga majburmiz. Men uni bu yerga o'zim olib kelishim mumkin, ammo bunga 2 hafta vaqt ketadi. Yana oxirgi savol. Mayor Sharp boy odam nega xazinani o'g'irlashi mumkin? U ilgari boy edi. Mayor Sharpning rafiqasi bir hafta oldin Londonda Adam Hopkinsonning hisobidan barcha pullarni yechib olgan. Siz buni qanday bildingiz? Biz janob Hopkinsonning Sharpga jo'natgan xatini qo'lga kiritdik. Bugungi yig'ilishimiz tugadi. Mayor Sharp Bardo kazarmasining qamoqxonasida hibsda saqlanadi. Kiring. Xonim, otliq gvardiya shtabi Rosendale'dan. U sizni zudlik bilan ko'rish kerakligini aytdi. Kutib turishini aytaymi? Yo'q, uni taklif qil. Xonim, bostirib kelganim uchun kechiring. Muhim ish bo'lmaganda aslo bunday qilmasdim. Sizga turmush o'rtog'ingiz mayor Sharif hibsda ekanligi to'g'risidagi xabarni berganimdan afsusdaman. Hibsda. Uni nimada ayblashyaptilar? U sobiq imperator Napoleon Bonapartning xazinasini yashirgan. Meni erim boy. Nega bunday ish qiladi? Xonim bundan ham battarini qilgan. Tajovuz qilib 2 kishini o'ldirgan va qolganlarni nogiron qilgan. Xonim, kechiring, ammo ishlar yomon. Hozir u hibsda, ehtimol sud ham qilinadi, ehtimol. Yangilikni yumshoqroq qilib aytishim kerakmidi? Hidli tuz. Ahmoq qiz, hidli tuz olib kel.
Janob Rasendeyev, sizni bir daqiqa shu yerda qoldiraman. Bu qiz hech qachon hidli tuzni topolmaydi. Janob Rasendeyev, iltimos, qon aylanishini tiklash uchun uni qo'lidan ushlab silang. Demak, sud janob Ralan polkovnik Mayoni olib kelishni istayaptimi? Ha. Men buni yozib oldim. Habeas corpus. Sen lotinchani bilasanmi? Biroz bolaligimda cherkovda xizmatchi edim. Habeas corpus. Jasadni taqdim qiling. Hamma pullarni yechib olibdi. Buncha pul unga nega kerak bo'libdi? Bosh kiyimlar, aytishlaricha ayollar bosh kiyimi juda qimmat turar ekan. Unda qora yuzini berkitib turadiganlarni olgani yaxshi. Ular meni otishmoqchi, shundaymi? Ha, albatta. Bu yerdan chiqib Mayoni topishim va haqiqatni aniqlashim zarur. Bu muammo emas. Qorovullarga sharob olishlari uchun giney berdim. Inson tabiati shundayki, bitta ozgina qultum ichsagina ergashadi va keyin yana. Janoblar, sizdan keyin. Shalom. Sharp qochibdi. Uzoq yo'l bosishingga to'g'ri keladi. Qayerga, janob? Normandiyaga. Jasadni olib kelishga. Bora qol. Roman, Ober, ortimdan. Tushunmayapman, Pat. Nega Jane menga nima bo'lganini yozmayapti? U bizga yozgan bo'lishi mumkin, ammo endi xat bizga qanday yetib keladi? Zudlik bilan Angliyaga jo'na. Bu xatni shaxsan Jane'ning qo'liga topshir. Bunda nima yozilganini bilishim shart emasmi? Bunda va'damni buzganimdan afsusda ekanligim yozilgan. Qolgani er-xotin orasidagi gaplar. Imkon boricha tezroq qaytaman. Sizlarni qayerdan qidiraman? Mayon Normandiyada yashaydi. Frederiksen ikkimizning yo'lga bir necha hafta vaqtimiz ketadi. Asosan kechasi yuramiz. Sen bizni topasan. Men qamoqxonaga qarab turgandim. Sharp orqa eshikdan chiqib ketdi. Gaston, sen shartni o'rinda bo'lganingda xazinani qayerga sotgan bo'larding? Parijga. Parijgami? Gaston, menga uni topib kel. Normandiya, deyarli yetib keldik. Yot! Mayo fermasi, Normandiya. Anri, 3 haftadan buyon uydasiz. Bu yerda ish juda ham ko'p. Siz esa oynaga qarab xayol surib o'tiribsiz. Nima bo'ldi, Anri? Tinchlikmi?
O'z burchimni bajarmadim. Albatta bajargansiz. Juko yolg'on ko'rsatma berishimni aytdi. Dyuko kim? Endi muhim emas. Sharp o'g'ri. Sharp qotil. Sharp kim? Lusil. Shu yerga yashirin. Jim tur, xo'pmi? Bu yoqqa chiq, qo'rqoq. Andrey! Mayor Sharp! Mayor Sharp! Ikkita barmog'ini kes. Mayor Sharp! Andrey! Janob, ish bitdi. Yaxshi. Neapolga. Kim u? Sizga zarar yetkazmaymiz, xonim. Nega tundagidek ingliz tilida gapirmayapsiz? Siz adashyapsiz. Kechqurun bu yerda bo'lmaganmiz. Men Sharpman. Mayor Sharp. Jenurson, u sizni o'ldirmadi. Men unday ko'ngilchan emasman. Yordam bering. Unga yordam beringlar, solga yotqizamiz. Nima bilan otdingiz? Mix bilan. U akamni o'ldirdi. Xonim Aminman, uni o'ldirgan bu emas. Shart deb chaqirganlarini eshitdim. Sizni aldashgan, barchamizni aldashgan. Tez suv qaynating. Oh, la'nati. Qochib ketdi. Soqchilar uni izidan borishadi. Uni topishganda nima bo'ladi? Yaxshisi, o'tirib oling. Oh, Jon. Endi nima qilaman? Bardam bo'l. Kechiring, afsusdaman. Uni mahkamroq ushlang. Bo'ldi. Jarohatni bog'lashga yordam bering. Bering, o'zim bog'layman.
Endi biroz uxlasin. Xonim, men hatto ismingizni bilmayman. Lucille Duber. Men sizni Mayo deb o'ylabman. Yo'q. Lucille Duber xonim. Siz juda go'zalsiz. Duber xonim, turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, bevaman. Siz inglizlar jang maydonida meni beva qildingiz. Talaverdi. Afsusdaman. Yana turmush qurishni istaysizmi? Turmush qurish? Bu haqda o'ylamayapman. Erim o'lgandan keyin boshqa bilan baxtli bo'laman deb o'ylamaganman. Hozirchi Hozir bo'lishi mumkin. Bu haqda o'ylashga tayyorman. Jane. Mayor Sharpni ahvoli oldingidek. Uni xotini bor, to'g'rimi? siz qayerdan bilasiz? U uyqusida Jane deb uni chaqirdi. U xotinini qattiq sevadi shekilli. Sevadi. Agar sevsa, u ahmoq ekan. Xotini uni tashlab ketdi. Ko'zingiz yaxshi ko'rarkan. Ko'pchilik siz tengi erkaklar ko'zoynak taqishadi. Faqat men emas. Men uncha keksa emasman. Siz o'zingizni yaxshi ko'rarkansiz. Shishasi sinmasdan oldin shuni taqqanmisiz? Bu meni ko'zoynagim emas. Bu bir hayvonga tegishli. Joko ismli fransuz mayoriga. Juko, Siz bu ismni eshitganmisiz? akam uni qarg'agani esimda. Joko shartni o'g'riga chiqardi. Bo'yniga qotillikni ham qo'ydi. Biz uni topishimiz kerak. Janob Julio, Parij. Ko'zoynaklarni u tayyorlagan. Ehtimol Juko yangi ko'zoynak olish uchun uni oldiga boradi. Yo'qligimda mayor Sharpga qarab turing. Qaytganimda sizga bir gapni aytishim kerak. Menga Mayor Sharp uyg'onib sizni so'rasa nima deb aytay? Yaxshi erkak bo'lishini ayting. Eslab qolasizmi? Au revoir. Yaxshi erkak. Inglizchada kuyov jo'ra deyiladi. Yaxshi erkak, zo'r erkak, eng yaxshi erkak. Baxtlimisan? Men seni sevaman. Uyimni sevaman. Hayotimni sevaman. Jane xonim. Harper shu yerda. Jane. Jane xonim, eringizni xatini keltirdim. Jane xonim. Sara! Xavier. Mayor Sharp, meni qo'rqitib yubordingiz. Qancha vaqtdan beri shu yerdaman? 10 kundan beri. Siz har kecha shu yerda edingizmi? Xavier kim xonim? Erim. Marhum erim.
Uyimda nima qilyapsizlar? Kimsizlar? Xonim, kechiring. Mayor Salmonman. Boshliqlarning buyrug'i bo'yicha mayor Sharpni qidirib keldim. Uyda yolg'izman. Xonim, bunga amin bo'lishni istaymiz. U ichkarida yashirinishi mumkin. Bu uyni xo'jayini menman. Har bir xonani o'zim har kun tozalayman. Sizningcha uyimda odam yashirinsa bilmaymanmi? Mayor xonim, nima desangiz shu. Biz bu yerga sizdan xavotir olganimiz uchun keldik. Mayor Sharp akangizni o'ldirgan. Unda yashirinishi uchun juda qulay joy ekan. Xonim, Rahmat. Qo'llaringiz qo'pol, ammo qalbingiz mehrli ekan. Xizmatchingiz yo'qmi? Mayor Sharp, unga qanday haq to'layman? Inqilob boshpanamdan tashqari barchasini oldi. Napoleon esa qolganini, erimni va akamni ham oldi. Hamdardman xonim. Qo'limdan kelgancha amallayapman. Ammo kuchim yetmaydigan vazifalar bor. Uyda erkak kishi bo'lgani yaxshi ekan. Shu yerdaligimizda sizga kapitan Frederikson yordam beradi. Kapitan Parijga ketdi. Parijga. U mayor Dyukoga ko'zoynak tayyorlaydigan odamning yoniga ketdi. U qaytguniga qadar sizga qarab turishimni aytdi. Siz juda yaxshi uddalayapsiz. Boshqa hech nima demadimi? Aytdi. Menimcha kapitan Frederikson meni qo'limni so'radi. U ajoyib yigit. U qahramon. Siz singari. Erim singari. Qahramonlar uzoq yashamaydilar. Azizam, nima bo'ldi? Qara, ertalab pochtada nima keltirishibdi? Bu Richardning xati. Jon, men bunga bardosh bera olmayman. U meni sog'lig'im haqida mehr bilan so'rabdi. Keyin xuddi bir narsa haqida unutgandek o'z muammolari haqida yozibdi. Bugun yakshanba. Pochta ishlamaydi. Shunday deb o'ylagandim. Men kechqurun eshikni qulflagandim. Xonaga xatni kim qo'ydi? Harper bu yerga kelgan. Mana. Janob, Shu yerdaman. Nima xizmat? men janob Julioni qidiryapman. U ko'zoynak tayyorlaydi. Richelieu ko'chasida. Gaston.
Janob, men butun dunyoga linzalar tayyorlayman. Men kapitan Frederikson, Wellingtonni qo'shinida xizmat qilganman. Men ham askar bo'lishim kerak edi, ammo ko'zim nuri pastligi xalaqit berdi. Endi urush tugadi. Biz do'stlarmiz, shundaymi? Xuddi shunday. Shuning uchun men shu yerdaman. Urush paytida mayor Ndyukoni qo'liga asir tushganman. Bu uning ko'zoynagi. Uning 2 juft ko'zoynagi bor edi. Bittasini asir bo'lganimda menga qarzga berdi. Mayor Zuko. Siz uni taniysizmi? Ehtimol uni qayerdan qidirishim mumkinligini aytarsiz. Men unga mehribonligi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men uni 1 yildan buyon ko'rganim yo'q, g'alati. U o'ziga xos xususiyatga ega. Yaqinda Neapoldan graf Pontovskiy shunday juftlikka buyurtma bergandi. Xuddi shunaqa. Ha, Graf Poniatovskiy. ha, Neapoldan. Janob Julio, rahmat. Richard. Ovqatlanasizmi? Ha, o'lgudek ochman. Fransuz taomlaridan qay birini yoqtirasiz? Haligi sharob qo'shib pishirilgan jo'ja. Shundan boshqasini bilmaganingiz uchunmi? Yo'q. Unga sharob qo'shilgani uchun. Yana jo'ja bilanmi? Mendan sharob, sizdan jo'ja. Janob rahmat. Men janob Julioni topdim. Sen bizni mayor Sharp yoniga olib borasan. Sharp esa xazinaga olib boradi. Janursan, agar xazina yo'qoda bo'lsa, u buni qanday qiladi? Ishontir meni. Agar bizda imperator xazinasi bo'lganda ko'zoynaklar tayyorlanadigan do'konda vaqtimni o'tkazib yurarmidim sizningcha? Ha, ishontirding. Qadah ko'taraman. Nima uchun ichamiz? Napoleonning o'limi uchun. Siz bilmasmidingiz? Qayerdan ham bilardingiz? Nimani? Napoleon tirik. U Elbada surgunda. Ishonish qiyin. Demak, urush rostdan ham tugabdi. Nima qilsam ekan? Uyga qaytishingiz kerak. Aybsizligim isbotlanmaguncha meni uyim yo'q. Unda tinchlik uchun. Tinchlik uchun. Tinchlik. Ilgari hech qachon tinchlik nimaligini bilmaganman. Butun umrimni qo'shinda, jangda o'tkazdim. Urush tugasa qayerga boraman, nima qilaman deb sira jiddiy o'ylamaganman. Sizga yordam berib, bu yerda o'tkazgan oxirgi haftalar juda yaxshi o'tdi. Menga mehribonchilik qildingiz. Hatto men his qildimki, Sizni xotiningiz kutyapti. ha, ehtimol kutayotgandir. Xayrli tun, Richard. Xayrli tun, xonim.
Hoy. Bu men. Pat, Men yaqinda keldim. tezroq Pat. Tezroq xatni ber. Uni ko'p qidirdim. Chindan qidirdim. Jin ursin, menga xatni ber. Xat yo'q. Uni topganimda u meni ko'rishni istamadi. U qayerda? Londonda. Yashashi yaxshi. Dugonasi Molly xonim bilan yashayapti va u yerda Yana kim bor? janob Rosindel tez-tez ularni ko'rgani kelib turar ekan. Balki u Molly xonimni do'stidir. Menga haqiqatni ayt. Xotinim janob Rossendel ikkisi sevishganmi? Xami yo yo'q? Yo'q. Yo'q. Jiddiy gap yo'q. Yo'q. Sen yolg'onchisan. Ammo juda yaxshi do'stsan. Rejam haqida nima deysiz? Biz otryad bilan Neapolga boramiz va Dyukoni yo'q qilamiz. Bu shunchalik osonmi? Chet davlat chegarasini kesib o'tish, qancha odamlar va Juko bilan urushish. Mening maqsadim xazinani qaytarish. Biroq siz jazodan qutulishingiz kerak. Sizda boshqa yo'l yo'q. Safarni kim boshqaradi? Bu xonada nechta generalni ko'ryapsiz? Birorta ham Kalve. Bu xuddi Fransiya inqilobiga o'xshaydi. Hamma teng. Lekin bizni qobiliyatimiz ustunroq. Siz shunday deb hisoblaysiz. Ha, men shunday hisoblayman. Sizga Neapolda o'qchi, snayper va jangchi mutaxassis yigitlar kerak. Shundaylar 3 ta. Men, kapitan Frederikson va serjant Harper. Xo'sh, u holda sizlardan kim boshchilik qiladi? Men. Kapitan Frederikson, siz nima deysiz? Mayor Shar boshchilik qiladi, general. Ishlarni qanday taqsimlay? Qobiliyat yoki daraja bo'yichami? Kimga eng katta bo'lagini beray? O'zingizga. Chunki men generalman-da. Yo'q, chunki men pishloqni yoqtirmayman. Gaplashib olsak bo'ladimi? Mayor Sharp rasmiy ish bo'yichami? O'rtamizdagi shaxsiy ish bo'yicha. Ovora bo'lma. Frederikson 5 yildan buyon do'stmiz axir. Ilgari do'st edik. Endi hammasi tugadi. Ruxsatingiz bilan, janob. Xudo haqqi. Seningcha ataylab o'zimni o'qqa tutdimmi? Shunaqa emasmi? Yo'q. Shunchaki uni o'qi menga tegdi. Sharp, yo'qolib ket. Yo'qol. Senga nechta ayol kerak? Nechta? William. O, seni la'nati qalbingni zabt etadi degan umiddaman. Ey Xudoyim. Men qaytaman. Men shu yerda kutaman. Xonim Molly Spindeker xonim keldilar. Molly, seni ko'rganimdan juda ham xursandman. Xatingni olishim bilan to'g'ri bu yerga keldim. Senga aytsam, yo'l kira juda qimmat. So'z beraman, o'zim to'layman. Molly, bu juda uzun hikoya. Menga 200 geniga yaqin pul kerak.
Jeyn. Menda hatto 2 geniy ham yo'q. Bond ko'chasidagi do'konga biror narsani qaytarib berib pulini olishimiz mumkinmi? Bond ko'chasiga narsalarni qaytarib berasanmi? Ahmoq bo'lma, Jeyn. Qimmat narsalarni sotib olib keyin yana sotish yaxshi emas. Ammo Jon aytdiki, nimaga ishonishimni ham bilmayman. Nimaga ishonishingni men aytaman. Sen bugun Londonga kulgu bo'lding. Rosendale umidsiz qimorboz. Undan ajralmasang xonavayron bo'lasan. Molly, sen meni yaqin dugonamsan. Nima qilishimni maslahat ber. Men qilgandek qil. Ko'z yoshlaringni art. Pardoz qil va soch turmagingni tepadan qilib, yelkalaringni och. Rosendale'ni tashla. Molly, meni kim deb o'ylayapsan? Yengiltak ayol. Shunday demoqchimiding? Jeyn, men yengiltak ayolman, ammo vijdonliman. Sen esa vijdonsizsan. Men erkaklarni aldayman. Sen esa o'zingni aldading. Qayerga ketyapsan? Seningcha qayerga ketishim mumkin? Seni pullaring tugadi. Fransiyaga polkovnik Vigrem yoniga qaytaman. Men anchadan beri bo'lmaganman. Uni qaytarib olish qiyin bo'ladi. Soch turmagi balandroq, yelkalar pastroq, xonimlardek kul. Endi men nima qilaman? Tashvishlanma. Ko'rinishing mendan yaxshiroq. Ko'zini shira bosgan birortasini topib olasan. Neapol. Joko va odamlari mana shu yerda yashiringan. Biz esa mana bu yerdamiz. Ko'rfaz bo'ylab boramiz. Yo'q, ko'rfazni kesib o'tib qayiq o'g'irlaymiz. Kechqurun hujum qilamiz. Men Rossiyada shaxsiy unvonimni yeganman. Jirkanch. Yeter. Yeter, bo'ldi qiling. O'ynashni xohlaysizmi? Qani bu yoqqa keling. Omadingizni sinab ko'rishni istaysizmi? Olinglar. Qani oling. Boshlang. Qani oling. Bularni yo'qot. Kichik singlisini olib kel. Durbinni olib kel. Kalve o'nlab besunaqay soqchilari bilan. Tashvishlanishga hojati yo'q. Ey Xudo. Bu sharq-ku. Shu yerda qol. Men kardinal odamlari bilan qaytib kelaman va ularni yo'q qilamiz. Ket. Qolganlar ortimda. Tezroq boring. Tezroq qimirlang.
Chaqonroq bo'ling. Bola qolinglar, tez. Pora olib keling. Tezroq. Bola qolinglar. Ildamroq. Bu xarobalar quyon qafasiga o'xshaydi. To'rt kishi butun armiyani eplashi mumkin. Uni qancha odam bor? Keling bilib olamiz. Yigitlaringiz oq belbog'larni yechib qo'yishlari mumkinmi? Ularni uzoqdan ko'rish mumkin. Yechish? Do'stim, ular imperator soqchilari. Ular bu belbog'larni Avstraliyasdan Borodinogacha Bonapartni barcha janglarda taqishgan. Undan ko'ra terisini ishilishadi. Yaxshi. Unda biz oldin boramiz. O'q ovozini eshitishingiz bilan hujumga o'tasizlar. Frederiksen chapga, Harper o'ngga. Olg'a! Qadam bos! Engash! Sharp nishonni yaxshi olding. Men shunchaki sendan oldinda edim. Ha, lekin xato otishing ham mumkin edi. La'nati, stolsiya qo'ying. Qani otinglar. Bu yoqqa! Meni Jukon oldiga olib bor. Nishonga ol. O'toch. Mana bu yerga tezroq, tez. Bo'la qoling. Harper, eshik. La'nati.
Joko qani? General, xazina. Oltin, Gaston, oltin. General, Yordamchi kuchini olib kelish uchun ketgan. Joko, Sharp urush tugadi. Shubhasiz sen uchun emas. Tanlov taklif qilaman. O'sha yerda, yuqorida yoki bu yerda pastda o'lishing mumkin. Agar meni yoningga chiqishga majbur qilsang, juda sekin va juda azoblanib o'lasan. Agar bu yerga qo'llaringni ko'tarib tushsang, seni otaman va askar sifatida o'lasan, so'z beraman. seni so'zingmi? Men ilgari sira tortishmagan general Kalvega so'z beraman. Undan da'vo qilmayman. Yolg'onchisan, Joko. Men ham qo'shilaman. Sen meni ham otasan. Nega meni hayotimni saqlab qolasan? Haqiqatan ham nega? Imkoniyatingizdan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Janoblar, taslim bo'lishingiz uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor. Bu yengil zambarakchaga nima deysizlar? Bu bilan hamma joyga tarqalgan 100 kishini to'xtata olmaymiz. Hamma joyga tarqalgan. Albatta. Frederikson, bir nechta kunlik zaryad tayyorla. Kartej uchunmi? Kartej uchun emas, oltin uchun. Yo'q. Tanlang, Kalve. Bir quti oltinni yo'qotasiz yo butun xazinani. Frederikson, sen to'pdan o'q uzasan. Harper, bu yaramasni butunlay yo'q qilamiz. Askarlar, olg'a! Oltin! Bularni tashlang! Tashlang! Boyib ketamiz. Olinglar. Keyingi zarbani qayiqlardan nariroqqa ber. Ablahlar! Ana bu yerda ketdik. Qaytinglar! Yaramaslar! Nishonga tekkizdimmi? Xavotirlanmang. U tamom bo'ldi. Oltinga ehtiyot bo'l. Oldinga yetib keldik. Yaxshi. Ehtiyot bo'linglar. Barakalla. Men oltinlar uchun kelgandim. Uni oldim. Mayor Sharp, siz nima uchun kelgansiz? O'z nomim va qasos uchun. Joko vafot etdi. Siz qasos oldingiz. Yoki men adashyapmanmi, serjant Harper? Janob Juko qasosning atiga bir qismi. Ayolni qidiryapsizlarmi? Ikkinchi bo'lak ayolmi? Ha, to'g'ri.
Janob, qayiqlar tayyor. Ayolni unuting. Qasos olishni ham. Mayo xonim uyda sizga qanday qaraganini ko'rdim. Meni xotinim bor. Yo'q. Endi yo'q. Tinchlik saqlang. Yig'ilishni ochiq deb e'lon qilaman. Mayor Sharp turishingiz mumkin. Taxminan 3 oy oldin polkovnik Mayo guvohlik berishi uchun yig'ilishimizni yopgan edim. Bu vaqt mobaynida Mayor Sharp hibsdan qochib, polkovnik Mayoni o'ldirdi. Endi men uning ishini sudga oshiraman. Aminmanki, unga o'lim jazosi qo'llanadi. Janob Roland, biron nima qo'shasizmi? Polkovnik Vigram, hurmat bilan sizga aytishim kerakki, Mayor Sharpga qo'yilgan ayblovda zarracha haqiqat yo'q. U nima deyapti? Tinchlaning. Janob Roland, bu bilan nima demoqchisiz? Bu yerda general Morris Calvening Mayor Dukoga imperator xazinasini Parijga olib borishi buyurilgan qasamyod ko'rsatmasi. Bu ko'rsatmani 2 kun oldin meni huzurimda berdi. Ko'rsatmadan shu ma'lum bo'ldiki, ushbu sud faqat Mayor Sharpni obro'siga dog' qoldirmasdan ozod qilishi mumkin. Yaxshi gaplar aytildi. Polkovnik Mayo o'limiga nima deysiz? Polkovnik Vigram qotillikni bir guvohi bor. Polkovnik Mayoni singlisi Lucille Duberhan. U bugun shu yerda va Mayor Sharpni aybsizligi to'g'risida guvohlik berishga tayyor. Uning ko'rsatmalarini eshitishni xohlaysizmi yoki mening so'zlarimga ishonasizmi? Ha. Janob, yig'ilishni yopishdan avval menga buyuk qirol Louis Philippe tomonidan Fransiya Mayor Sharpga qo'yilgan barcha ayblovlarni bekor qilishi va jasur zobitning ulug'vor ismiga yetkazilgan har qanday zarar uchun chuqur afsusdaligini bildirishini buyurgan. Komissiya Mayor Sharpni aybsiz deb topdi. Shuning uchun yig'ilishni yopaman. Mayor, tabriklayman. Yaxshi zarba, Frederikson. Shunchaki o'q nishonga tegdi. Lekin xato otishing ham mumkin edi. Endi qayerga, William? Uyga advokatlik qilaman. Ishxonada advokatmi? Yo'q. Yotoqlar advokati. 5 yildan so'ng agar vasiyatnomada muammolar bo'lsa, Vestfaliyaning barcha boy beva ayollari menga kelishadi. Richard, seni ayoling kutyapti. Ketdik. Uyga ketamiz. Ertaga shu vaqtda Angliyada bo'lasan. Men qaytaman. Bilaman.
Film O'zbekiston tarixi telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.